Isfandiyor aka nechinchi etaj? Bu 10-qavat. Bu mana shu oxirgi holati, yo endi nimadir ish qilinadi bundan keyin. Bu sepib bo'lingan holati, uni ustidan lak beriladi. O'sha lak berilgandan keyin butun hamma malyarka tugaydi, keyin ustanovka eshiklar va kafil boshlanadi. Kafilga ham tayyor turibdi hamma joy. Faqatgina eshik qo'yilsa, undan keyin kafil urovень olib, podyezdga chiqib ketiladi. Stяжkalarni ham tekis qilib Stяжka tayyor, ha. Stяжка tayyor, liftda tayyor, hammasi joy-joyida turibdi. Hop, Isfandiyor aka, bu 11-etajdagi kvartirangiz. Yaxshi tozalab chiroyli qo'yibsizlar. Ma'lumot berib oling, qanaqa balandligi balandroq shakli buniki? Bu uy 11-qavat mansarda emas. Mansarda emas. To'liq жилой etaj. To'liq жилой etaj. Balandligi 340. Tepasi gips karton qilingan tayyor va uni tegi utepleniya ham qilingan. Uni ustidan yana lombozimiz ham bor. 11-etaj joylar yaxshi ekanda, gips karton qilib o'tirmas ekan. O'sha patologi tayyor, butun turibdi. Remontiga ekonom. Shunaqa. Keyin mana oyna tarafga ham tushuntirib bering. 11-etajda ochiq emas, yopiq balkon bo'lar ekanda. 11-etajda yopiq balkon bo'ladi. Sababiki bu yerda полезный площадь qolgan. Biz bu yerda yopib tashlamaganmiz, butunlay. Bu yerda to'liq balkon bor, bemalol жилой joylari bor, mana ko'rsanglar. Shunga bu qo'shnining orqasida devor, qo'shniki bo'lgani uchun yopganmiz. Qolgani hammasi ochiq va tayyor balkon. Mana yo'lga rom qo'yaverasizlarmi? Ha, roma tayyor turibdi. Eshiklarni yechib qo'yganmiz, chunki ozgincha ishlari bor edi. Bu yerda shularni qilib bo'lib, taqdirib Qotirib oladi, bo'ldi. Shunaqa.